Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube muxlislari, gruppadagilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'p, bugun 19-mart. Namangan viloyati Chust tumani Varzi qishlog'idan video qilyapmiz. Yerimizni Qulpinay maydonimizdan. Xo'p, biz Xudo xolasa Qulpinayni tozalash ishlarini boshladik. Bizda ozgina kamida 15 kun kechroq, chunki biz tog'li hududda yashaymiz. Shuning uchun sal kechroq boshladik. Xo'p, nimaga Qulpinay erta bahorda tozalanadi? Eski barglardan tozalanishdan maqsad shuki, qishda mana shunday lichinkalar, shira eski barglarga yopishib bahorgacha jon saqlaydi. Keyin mana shular agar tozalanmasa rivojlanib maydonni egallashga harakat qiladi va kasalliklarni bartaraf qilish muammolari ko'payib ketadi. Shuning uchun tozalash zarur va muhim. Eski barglarni tozalab, tashqariga olib chiqib, quritib yo yoqib yuboriladi, yo bo'lmasam ko'mib tashlanadi. Biz mana shunday qilib hozirgi kunda tozalab, sovuqlardan, o'tlardan tozalayapmiz. Xudo xolasa. Bizda ko'chatlar gullab qopti, xudo xolasa. Gullaganlarni kechagindagi sovuqda urgan. Bularni ham обязательно yulib tashlashimiz kerak. Xudo xolasa tozalaganimizdan keyin yaxshilab bitta обработка qilamiz inshaalloh, nasib bo'lsa. Обработкаdan keyin o'sha o'rgamchik kanaga, tripsga va yashnatishga izobion qo'shib, xudo xolasa pullarga, pagodaga qaraymiz. Yaxshi bo'lib qolsa sepib, xudo xolasa ozuqa berishni boshlaymiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa sizlarga bergan ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Mana maydonimiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa yanada kerakli ma'lumotlarni beramiz inshaalloh. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.